Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 10-mart sanasi. Mana shunday bahorni kunlarida sovuq havo oqimi kelganligi sababli mana shunday pashxonalarimizni tutib qo'ydik. Buni olmaganimiz ham yaxshi bo'lgan ekan. Mana shunday kerak bo'lib qoldi. Yopayapmiz. Biroz bo'lsa-da saqlaydi sovuqdan endi inshaalloh. Pomidorlarimizni holati mana shunday. Yaxshi bir ajoyib ketyapti. Suvlaganimizdan keyin bari bir olish holatlari kuzatilyapti. Hosildorligi ham yomon emas mana. Yaxshi, alhamdulillah. Bir kun issiq bo'lganiga yaxshi kattarib qoluvdi hosili ham. Shunday bir ajoyib, alhamdulillah, yaxshi ketyapti. Приятный просмотр. Kullashlari zo'r, alhamdulillah mana. Bu tarafdan ham mana yaxshi. Bu tarafini ko'rsatadigan bo'lsak, mana hozirgi holati eng katta oldi pomidor. Mana shunday. Shunday buni pashxonaning tagidan jipga osganimiz uchun qiyshayib, mishayib yotibdi-yu. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketsa kunlar tepadagi simga olamiz. Nasib zo'r bo'ladi. Tuyishi yaxshi, nasib bo'lsa shuni boqib bera olsa bir ajoyib bo'lar edi bitta joydan. Shunchadan hosil olursangiz juda ajoyib. Mana shunday.